Assalamu alaikum hürmetli televizor kögüçiler. Uyghur televizyonunun gündelik xəvərlərini görüşənən qarşı alımız. Aldı bilen xəvərlərimizin mühim məzmunlarını tanıştırırız. Şərq Türkistandakı chet elliklərinin telefonlarına casusluq epinin düşürülüşü diqqət qozğadı. Hong Kong namayişida Uyghur meselesi yana bir qatim canlıq tilgə ilindi. Xitay Amerikanın Tayvan'ı tutqan muamelesiga narazılıq bildirdi. Şərq Türkistandakı sirliq göl Sayram gölü. Tövəndə diqqətlər xəvərlərimizdən təfsili məzmunlarda bolsun. Xitay dairələrinin yaxın yillardan bu yana Uyğurlarning telefonlarına bir xil alohida yumshoq detalni majburiy qachilatqizayotganligi, hatto soqchilarning Uyğurlarni xohlagan vaqtda ko'chalarda to'xtatib, ularning telefonlarida shu xildagi appning bor yo'qligini tekshirdiganligi ma'lum bo'lgan edi. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti bu yil 5-mayda e'lon qilgan dokladida bu detal orqali soqchilarning Uyğurlarning telefonlaridagi barliq uchurlarni ko'ra oladiganligi, bu uchurlarning yana soqchilarning qo'llaridagi telefonga o'rlashtirilgan to'g'rilashtirish, o'zaro yetkazish birlashma supsi deb atalgan app orqali bir markazga saqlanadiganligi ma'lum bo'lgan. Biroq yaqinda mushxildagi appning Sharq Turkistonga sayohatga va boshqa o'xshamagan sabablar bilan berish uchun chegaradan kirgan har qanday bir chet ellikning telefoniga o'rnatilayotganligi ma'lum bo'lgan. Yaqinda Amerikadagi ochiq texnologiya fondi, New York vaqt gazeti, muhofazachi gazeti va Germaniya ommaviy radio televiziyasi idorasi qatorliq bir qancha organlar birlikda bu xildagi app ustidan maxsus tekshirish olib borgan va uning natijasini 2-yilkini e'lon qilib, Xitoycha Fengsay deb atalgan bu app chet elliklar chegaradan kiradigan chaqda Xitoy soqchilari tomonidan ularning telefonlariga majburiy holda tushiriladi ekan. Mazkur app shu kishining telefondagi qisqa uchurlarni, saqlangan telefon nomerlarini, shu kishining kundalik kalendari, kirgan chiqqan telefonlarning hammasini xotirlab mulozimlarga yo'llaydi ekan. Bu app yana shu telefonga ilgari qachilinib o'chirib etilgan applarni, hatto ba'zi applarda qo'llanilgan qo'llanuvchi ismlarini ham ko'ra oladi ekan. Sharq Turkiston chegarasidan kirgan chet elliklarning telefonlariga o'rnatilgan bu app yana shu kishining telefonda 73 ming xildan ortiq sezgur temaga munosabatlik har qanday bir hujjat bor yo'qligini skanerlab chiqa oladi ekan. Voice xabarlar to'rining ko'rsatishicha, Xitoy chegara soqchilari tomonidan chet elliklarning telefonlariga o'rnatib qo'yiladigan bu app ochiq oshkor holda telefon ekranida ko'rinib turadi ekan. Xalqaro xususiy maxfiyatlikni qo'g'dash jamiyati bo'lsa, bu vaqtdagi bayonida mana bu Xitoy hukumatining Xinjiangda yo'l qo'yayotgan nazorat sistemasining dunyodagi eng qonunsiz, eng kengri va eng zolimlarcha bir sistem ekanligining yana bir isboti deb ko'rsatgan. Xitoyning jamoat xavfsizlik ministrligi va mazkur appni yasagan Fiberhome va Strasky texnik shirkatlari bo'lsa, chet ellik muxbirlarning bu vaqtdagi savollarini javobsiz qoldirgan. Hong Kongda davom qilayotgan xalq namoyishida Uyg'ur masalasi yana bir qatim aslab o'tildi. Hamda Xitoy Kompartiyasining Hong Kongdagi siyosatlariga bog'landi. Ijtimoiy taratqulardagi suratlardan ma'lum bo'lishicha, namoyishchilar 1-iyul kuni shaharlik hukumatning ish binosiga besib kirib, binoni egallab olgan. Shu chaqdagi binoning ichki qismidagi tomga Xitoy jazman Uyg'ur musulmonlarga yurgizayotgan jinoyatlarning badalini to'laydi degan so'zlar cho'ng qilib yozib qo'yilgan. Bu surat tarqalgandan keyin zo'r bas munozaraga sabab bo'lgan. Amerikadagi Georgetown universitetining professori, Uyg'urshunos James Millward bu vaqtda fikr qilib, "Shia apandi ko'rdingizmi? Sizning Xinjiangdagi zulmlaringiz bir davlat ikki xil tuzum bo'lish nazariyasini tarixning axlat sanduqiga cho'rib tashlash kerakligini texim ochiq ko'rsatdi" degan. Birinchi yo'l Xitoyning tashqi ishlar ministrligi ishxonasi Amerika, Tayvan prezidenti Tsai Ing-wenni Amerikadan o'tib Karib davlatlariga berishiga yo'l qo'ymaslik kerak degan. Tayvan diplomatik munosabatni kuchaytirish uchun Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen 11-iyuldan 22-iyulgacha Sinvinsen, Grenada, Sinlosia, Sinexit, Nevis va Haiti qatorliq Karib davlatlarini ziyorat qilmoqchi ekan. Xitoy bo'lsa Tayvanning dunyodagi siyosiy o'rnini ojizlashtirish uchun Tayvan bilan munosabati bor davlatlarni pul orqali munosabatni to'xtatishga urinmoqda. Tayvan Haiti taraqqiyot uchun 150 milliard dollar qarz bermoqchi ekan. Xitoy bo'lsa Karib orollaridagi Dominika Jumhuriyatiga 3 milliard dollar mablag' va qarz bergan. Shu sababdan Dominika Jumhuriyati 2018-yil 5-oyda Tayvan bilan munosabatni uzib, Beijing hukumatini e'tirof qilgan. Garchi Amerika 1979-yil Tayvan bilan diplomatik munosabatni uzib, Beijing hukumatini e'tirof qilgan bo'lsa-mu, kelgusida Xitoyga qarshi ko'zir qilib ishiltish uchun Tayvan bilan rasmiy munosabatli bo'lmagan bilan eng cho'ng ittifoqdoshi va eng cho'ng qurol-yarog' ta'minlaguvchisi bo'lib kelyapti. Shunga Xitoy bilan Amerikaning munosabati nacharlashish yuzlangandan boshlab, Amerika Xitoyga besim qilish maqsadida Tayvan bilan bo'lgan munosabatini bargan sir ochiq oshkor qilib bormoqda. Masalan, 25-may kuni Tayvanning tashqi ishlar ministrligi tomonidan chiqarilgan bayonotda Tayvanning davlat xavfsizlik ministri Davetli Amerikaning Oqsaroy davlat xavfsizlik maslahatchisi John Bolton bilan ko'rishganligini oshkorlagan. Bu yig'in 13-maydan 21-maygacha Amerikada ochilgan. Sayram ko'li Tangri tog'larining g'arbiy shimoliga, O'rtala shahrining g'arbiy janubiga joylashgan. Ko'lning shimoliy qirg'iga bir oz tik, qolgan 3 tarafining yon to'liqi bir qadar tekshi. Atrofdagi 26 tog' bo'liqi va pasl xarakterlik 20 ko'l iqini ko'lga qo'yiladi. Sayram ko'lining yuzi dengiz yuzidan 2072 metr egiz. Ko'lning suv yuzi ko'lami 458 kvadrat kilometr.
yana ba'zilarida 457 kvadrat kilometr deyilgan. Eng cho'nqur yeri 90,5 metr. Ko'lning shakli tuxumga o'xshaydi. Uning sharqdan g'arbga uzunligi 29,5 kilometr. Janubdan shimolga kengligi 23,4 kilometr. Umumiy aylanmasi 86,5 kilometr keladi. Yerlik xalqlarning aytishicha, ko'lni ot bilan aylanib mengishga to'g'ri kelsa, 2 kun vaqt ketadi ekan. Ko'lning egiz tog'liqiga joylashgan mashhur Bug'di ko'lidan egiz. Bu ko'l Sharq Turkiston bo'yicha dengiz yuzidan egizligi eng yuqori ko'l hisoblanadi. Sayram ko'lining bo'yi qadimdan tortib karvonlarning Tangriteg'ining shimolidagi Ipak yo'lidan Ili vodiysiga kirib chiqishida, sharqda Chang'an, Luyanlarga, g'arbda Persiya, Rumlarga berishda besib o'tadigan yo'l bo'lib kelgan. Necha ming yillardan beri bu yerdan o'tgan adiblar, sarkardilar, sayohatchilar Sayram ko'li haqida nurg'un xotirlarni qoldirgan. Xabarlarimizni ko'rganinglarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.